ko'zga ko'ringan narsani yeysizmi yoki siz ham dietada yurasiz? Yo'q, men endi ko'zga ko'ringan narsani yeganim qanaqa? Menda ham nafsi bor, misol uchun. Men ham cheeseburger yerga kelaman, Napoleonni yaxshi ko'raman. Shirinliklardan Napoleon yaxshi ko'raman. Menda asosan mana shu Napoleonga tortadi. Misol uchun, mana bugun ham yedim Napoleon. O'sha men o'zi haftada bir kun, yakshanba kuni chiddiy qilaman. Bir xil cheat meal qilib, bir mahal ovqatlayman, chiddiy qilaman. Zavtrikam ham, obedim ham, ujunim ham qaramayman. Nima bo'lsa yeyman. Shu yakshanba kuni ham o'sha shirinlik anaqasiga kirib, ikkita kusok cheesecake yeyman har yakshanba. Shu vodiylarni tanib qolganman. Faqat yakshanba kuni kiraman-da, chunki Napoleon yaxshi ko'raman o'zi. Fast foodga tortadi menda. Misol uchun yegim keldimi, yeyman. Lekin qolgan kunlarda mana misol uchun haftaning boshqa kunlarida orada osh yegim kelib qoldi, misol uchun. Orada somsa yegim kelib qoldi yoki orada bir mantiqonim yegim kelib qoldi. Normamni yeyman, lekin kunlik defitsitimdan o'tib ketmayman. Misol uchun bitta porsiya osh sizdirib, ustiga qaziydi, qartaydi, bedini tuxumiydi qilib kaloriyani oshirmayman. Ozgina yarimta osh bilan go'shtni ko'proq, yoki yoniga ozgina tuxum qo'shtiraman, tovuqni tuxumini. O'shani yeb turib, ani nafsimni bosaman, gilamingiz. Ani xumor bosiladi deydi-yu, o'shaqa narsa ketadi. Miyada stress bo'lmaydi, miyani aldayman men. Kechqurun kelib zalda yoqib tashlayman yegan narsamni. Chunki meni yog' foizim 14-15%. Men yegan narsamni yoqib tashlayman.